Assalomu alaykum, ismim Abduloh Mahkamov, Hunter va Hunter Academy asoschisiman. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa Hunter Academy o'zi nimaga ochdik, o'zi nimaga umuman bu ishni boshladik, shu haqida gaplashamiz. Va eng asosiysi, nimaga sizlar Hunter Academyda kelib o'qishinglar kerakligini men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda Hunter Academyni nimaga ochdik? To'g'risini aytaman, meni o'zi O'zbekistonda eng qiynayotgan narsalardan bittasi har doim yoshlarimizni yoki hattoki yosh kattalarimizni Rossiyaga ketishi bo'lgan. Ya'ni tasavvur qilinglar, pul uchun oilasiga 200-300 dollar yuborish uchun bizani o'zbek yoshlar, ayni kuchga to'lgan, ayni katta ishlar qiladigan yoshlarimiz Rossiyaga borib qayoqdagi tozalash ishlari, yetkazib berish ishlari, xullas kelajagi yo'q bo'lgan o'smaydigan kasblar bilan shug'ullanishadi. Ya'ni hattoki ularning kasb ham bo'lmaydi. Va ikkinchi eng katta sababi, men o'zim sotuvchilikdan chiqqanman, oddiy sotuvchi bo'lib chiqqanman va taxminan 5 yildan beri sotuvchilik faoliyatini boshlagan bo'lsam, shu vaqtgacha sotuvchilik hali hanuz kasb darajasigacha chiqmagan. Bu yerda bitta qiziq narsa bor. Men o'zim 2 yil davomida bank sohasida ishlaganman. Ya'ni endi bu bankda respublika filialida lavozimda ishlaganman. Ko'pchilik uchun bankirlik bu zo'r kasb deyiladi, lekin bizani sotuvchilik, men sizlarga bitta sekret aytaman. O'sha bankirlardan ko'ra kelajagi bo'lsa yaxshiroq, daromad bo'lsa ko'proq. Bu narsani ichiga kirsa o'zingizlar ko'rasizlar, tushunasizlar, o'zingizlar amin bo'lasizlar. Lekin shunaqa holatda ham, mana o'zbek oilasi uchun bankirlik eng zo'r deyiladi-yu, qanaqadir ma'noda eng prestijli kasb bu. Sotuv menejerlik bunaqa darajasida emas. Daromad ko'proq, kelajak yaxshiroq. Oddiy sotuv menejer misol uchun 3 yildan keyin, 5 yildan keyin biznesmen darajasiga yetadi. Lekin afsuski shunda ham bir kasb darajasiga chiqmagan sotuv menejerlik. Shu ikkita asosiy muammo deb biza Hunter Academy'ga asos soldik. Kelinglar, hozir sizlar bilan Hunter Academy'ning ichida nima bor, qanaqa o'qitiladi, takliflarimiz qanaqa, kelajagi qanaqa, shu haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda Hunter Academy bu sotuv yo'nalishiga e'tibor beringlar. Sotuv yo'nalishiga, sotuv menejerligi emas. Butun boshli sotuv yo'nalishiga kadrlar yetkazib berishi oldiga maqsad qilgan. Ya'ni biz oldimizdagi butun boshli sotuv sferasiga sotuv menejerlar, roplar, sotuv bo'yicha direktorlar, kommersiya direktorlar yetkazib berishni niyat qilganmiz. Biz ishni birinchi bo'lib sotuv menejerlarini tayyorlashdan boshladik. Endi o'zi umuman sotuv menejerlarini tayyorlash jarayoni qanaqa bo'ladi? Kelinglar bir boshdan ko'rib chiqamiz. Birinchi offline darslarimiz. Ya'ni traditsion o'zimizdan kelib o'sha joy tanlab qo'yganmiz ofis sharoitida. Eng asosiysi mana shu e'tibor beringlar, sotuv bo'limlarimiz bor. Ya'ni har xil loyihalarning sotuv bo'limi va o'shaning shunday yonginasida sizlarga o'qishga joy tanlab qo'ygan. Ikkinchisi bo'lsa, bu viloyatlar bo'yicha Xudo xohlasa o'qiydiganlar soni juda ham ko'p. Ular uchun onlayn format tashkil qilganmiz. Endi darslar jarayoni qanaqa bo'lib o'tadi? Darslar jarayoni bizda yozib olingan darsi yo'q. Hozircha hamma darslarimiz jonli tarzda bo'lib o'tadi. Ya'ni offline darslarimiz, offline xonalarimizda har bitta xonada maksimum 12 tadan o'quvchi bo'ladi. E'tibor beringlar, bu yerda odatdagi holatda 16 ta, 20 ta, 25 ta odamni tiqishsa bitta xonaga yo'q. Biz 12 ta dona odam bilan chegaralanganmiz. Sababi biz bu sohada 5 yildan berimiz, nechta shogird chiqarganmiz, nechta odam o'qitganmiz va o'shandan kelib chiqadigan bo'lsa va ishlab chiqqan metodologiyamizdan kelib chiqsa 12 ta odam bo'lsa, ideal mazza qilib dars o'rganasizlar va xudo xohlasa natijasi ham zo'r bo'ladi. Har bitta guruhda bitta main teacher bo'ladi, ya'ni asosiy ustozingiz va bitta support teacher bo'ladi. Ya'ni darsga kelganingizda yoki o'sha onlayn dars jarayonida bitta ustozingiz sizga darslarni to'liq o'rgatsa, bu yerda e'tibor beringlar, darsni o'rgatadigan ustozlar bu qaysidir loyihalarda bir nechta sotuvchilarni yoki butun boshli loyihaning tepasida turadigan roplar yoki SEOlar. Tushunyapsizlar? Ya'ni masshtabi bu yerda tushunishingiz uchun odatiy holatda ustoz dars o'tsa, bizada praktikantlar dars o'tadi. Bizada realniy biznes tepasida turib, sotuvni, marketingni qurayotgan odamlar dars o'tadi. Mana masjidga e'tibor beringlar. Bizani boshqalardan farqimiz ham shunda. Biz hozirda qilib yurgan ishimizni o'rgatamiz. Biz chetdan ustoz taklif qilmaymiz. Biz yoki boshqa narsalar yo'q. Bizda realniy amaliyotda hozir praktikada qo'llanilayotgan narsalar sizlarga dars qilib beriladi. Shuning uchun ham biz o'zi oxirida aytib o'taman, lekin hozir qisqacha tanishtiruv. Bizani bitirgan har bitta o'quvchi 100% ish bilan ta'minlanadi deymiz. Buni ham oxirida umumiy tushuntirib beraman. Shartlari bor o'ziga yarasha. Bundan tashqari har bitta o'quvchi 100% natija chiqishi uchun support teacher ajratilinadi. Support teacher ham bu o'zimizning loyihalarda zo'r natija ko'rsatayotgan, bu team liderlar yoki zo'r natija ko'rsatayotgan 9 oy, 1 yil tajribasi bor bo'lgan sotuvchilar. To есть ular sizlarga kitobdan kelib chiqmas, boya aytib o'tganimdek, o'zining real кейslaridan, natijasidan, praktikasidan kelib chiqib javob beradi. To есть уже ko'rasizlar, boshlanishidan hamma narsa sizlar natijaga olib chiqish uchun qurilgan. Endi qaranglar, men sizlarga bitta muhim bo'lgan narsani tushuntirib beraman. Nimaga Hunter kelishinglar kerak?
Ya'ni Hunter Akademiyaga nimaga kelishinglar kerak? Dars jarayonini bizada bitta muhim bo'lgan narsa bor. To'g'ri, nazariy ma'lumot hamma yoqda bir xil o'rgatiladi. Bu narsa o'zi yozib qo'yilgan. Lekin bizani o'zgacha tomonimiz, biz har bitta guruhga o'zimizda ishlab turgan real loyihani sizlarga praktika sifatida beramiz. Ya'ni tasavvur qilishingiz uchun hozir tushuntirib beraman. Misol uchun bitta guruhda 12 ta odam o'qisa, biz bitta loyihamizni ma'lumotini to'liq olib, o'sha 12 ta guruhga beramiz. Bu yerda skriptlar bo'ladi, bu yerda loyiha, produkt, hamma ma'lumotlar o'sha har bitta loyiha uchun o'zi paket dokument tayyorlanadi. Xuddi shu ma'lumotlar o'quvchilarga beriladi. Endi bu narsadan nima olish mumkin? Bu narsadan boshqa joyda o'qisangiz, misol uchun o'sha nazariy bilim olsa, bu yerda sirazi amaliy bilimni ham olib ketadi. Ya'ni ma'lumotni olasiz, biza har bitta dars davomida shu loyihalarning ichida zvukozapislari bo'ladi. Ya'ni o'sha menejerlar gaplashganda yozib olinadi. O'shanda qaysi bir menejer yaxshi gaplashdi yoki menejer qayerda xato qildi, qayerda to'g'ri gaplashdi deb sizlar bilan razborlik qilamiz. Bu narsani tushunyapsizlar. To есть buni maktab misolida tushuntirsam ham yaxshi tushunadi, institut misolida. Odatda biz faqat o'tirib eshitamizda amaliyotga borib qo'llashga to'g'ri kelganda hammamiz dumga tushib qolamiz. Xo'p, nazariy bunaqa edi, amaliy boshqacha farq qiladi deb o'tiramiz. Bu holatda bir xil, ishoninglar mana. Boshqa odam gaplashganini eshitib, uni analiz qilib, keyin o'zi o'tirib gaplashsa, bemalol gaplashib ketadi. Biz xuddi shu ish qilamiz. To есть sizlar bilan dars o'tdik, mana nazariy ma'lumotlarni oldik. Xuddi o'sha nazariy ma'lumotlar asosida nariga menejerlarimiz qanaqa gaplashyapti, boya aytib o'tgandek, qayerda to'g'ri, qayerda xato, hammasini o'tirib bir yerda analiz. O'sha analizlar asosida rolyovka qilamiz. Rolyovka bu nima degansizlar? 3 ta menejer o'tirib yoki 2 ta menejer o'tirib bir-biriga sotadi mahsulot. Tushundinglar? To есть nazariy ma'lumotni oldingiz, qanaqa gaplashish etalonni oldingiz, o'tirib o'zaro gaplashdingiz. Bo'ldi, sizga boshqa hech nima kerak emas. Mana mashqda men sizga aniq ayta olaman. Siz qayerqadir borib o'tirib sotaman desangiz, bu xoh offlayn bo'lsin, xoh onlayn bo'lsin, ahamiyatsiz sotib ketaverasiz. Chunki biz sizga shablonni beramiz-da. To есть qayerda qanaqa produkt sotishingiz ahamiyatsiz. Bordingiz, produktni o'rgandingiz, boya aytib o'tganimdek ma'lumotini oldingiz. Uje sizda etalon bor, qanaqa gaplashish kerak, nimaga e'tibor berish kerak, odamlarga nima kerak o'zi, nima qiziq emas, shu narsani siz bilasiz va o'shandan kelib chiqib gaplashasiz. Bo'ldi, hamma sotuv shuni ustiga quriladi. Biz sizga shu narsani o'rgatamiz. Biz sizga qanaqa boyib ketishni o'rgatmaymiz. Biz sizga bir havoy narsani o'rgatmaymiz. Biz sizga qanaqa odam ehtiyojini to'g'ri o'rganish, nima unga to'g'ri taklif qilish va muammosiga qanaqa to'g'ri yechim berish kerak. Shuni o'rgatamiz. Shu sizga yetarli bo'ladi. Bemalol ishni boshlab, Xudo xohlasa o'sha boshida 5 million, 10 million, 15 million daromad qilishga bu narsa bemalol yetarli bo'ladi. Qarang, endi sizga bitta muhim narsani aytmoqchiman. Agar siz prosta o'sha 5 million, 10 million topaman deb sotuv menejerlik kasbga kirmoqchi bo'lsangiz, unda kirmaganingiz yaxshi. Nimaga men bu gapni aytayapman? Chunki sotuv menejerlik bu 5 million, 10 million bilan to'xtab qoladigan kasb emas. To'g'ri, men o'zim ham boshida bu kasbga kirayotganimda bilmaganman, chunki yangi kasb, bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Men bitta qiziq narsani aytaman, men uyimdagilar hali shu paytgacha bilishmaydi, nima ish qilishimni. Bu narsa sizlarda ham normal holat bo'lishi mumkin. Lekin kimdir menga o'sha boshida kirayotganimda, bu yerda kattaroq narsalar bor, bu yerda kattaroq ishlar qilsa bo'ladi deb aytganda, balki men 5 yil vaqtim ketmasdi. Shuning uchun sizlarga ham aytaman, sotuv menejerligiga kirmoqchi bo'lsanglar, katta narsani reja qilib kiringlar. Sizlarga bitta misol qilib aytaman. Sotuv menejerlik bu faqatgina boshlanish, iceberg, verxushka icebergi deydi, boshlanish. Xuddi shunaqa narsa. Uni tagida nima bor desanglar, sotuv menejerlikdan boshlaysizlar. Undan keyin juda ham ko'p bizneslarda struktura shunaqa qurilganki, sotuv menejerlik ketidan o'sha kichkina qanaqadir komandaning rahbari, team lider deylik, team lider bo'ladi. Uni tepasida rob bo'ladi, sotuv bo'limini boshlig'i, rukovodитель отдела продаж. Uni tepasida sotuv bo'yicha direktor по продаже va bularning umumiy hammasini tepasida kommersiy direktor turadi. Tushunyapsizlar? To есть qanaqa bu karyerniy rost bo'lishi mumkin bo'ldi. Eng qizig'i, biz sizlar bilan hozir 10-15 million deb sotuv menejer haqida gaplashyapmiz. Bu eng quyisi. Tepadagi kommersiy direktorlar 5 ming dollardan tepasini topadi. Endi eng qizig'i, qaysi joyda shunaqa tez muddatda, misol 2-3 yilda tez kommersiy direktor yoki direktor по продаже, sotuv bo'yicha direktor darajasiga ko'tarilib, xuddi shunaqa pul topsa bo'ladi. Mana xataba 5 ming dollardan kelmayman. Xataba 2 ming dollar, 3 ming dollar. Agar shunaqa pul topish mumkin bo'lgan kasblar ko'p bo'lganda, endi to'g'risini aytish kerak, hamma shu pul topadi. Va boya aytib o'tganimdek, nimaga bu narsani bilmasanglar, bu narsani hisobga olmay sotuv menejerlik undan ko'ra kirmay qo'ya qo'yinglar deyapman. Bu narsani hisobga olgandan keyin shunga qarab harakat qilasizlar.
ko'pchilik shu narsani bilmagani uchun ham sotuv menejerligiga kirib bir hafta ishlashadi, bir oy ishlashadi, borani 2 oy ishlashadi, hech qanaqa natija chiqmasdan bu kasbdan chiqib ketadi. Chunki bu narsani kelajagini ko'rishmaydi. Bu xuddiki bir boradigan marshrutingiz noma'lumda ko'chaga chiqib qolgandek gap. Sizda shunaqa narsa bo'lmasa, agar sotuv menejerining kasb sifatini o'rganmoqchi bo'lsangiz, qayerga kelishni bilasiz, o'sha Hunter Academy'ga kelasiz va sizlarga bonus sifatida biz yana bitta video yozganmiz. O'sha sotuv menejerlik kasbi qanaqa, kelajagi qanaqa, nimalar kutyapti, o'zi umuman biznesda o'rni qanaqa, hammasini tushuntirib berganmiz. O'sha videoni обязательно ko'rib chiqing. Agar bu narsani siz kelajagingizda ko'ra olsangiz, kelajagingizni shuni ustiga qurishga ko'zingiz 100 talik yetsa, e'tibor bering, 100 talik yetsa, keyin bu sohaga kiring. Qaranglar, kursimiz endi qancha davom etadi? Kursimiz naqd 1 oy davom etadi. 1 oy davomida через день, то есть haftada 3 marta darslar bo'lib o'tadi. O'rtancha o'sha 1,5-2 soat hisobini ovuringlar. Bundan tashqari biz yana bitta muhim bo'lgan narsani yo'lga qo'yganmiz. Bu narsa menimcha boshqa joylarda yo'q. Ya'ni siz kelib, o'qib, xudo xohlasa bitirib chiqqaningizdan keyin ishga joylashasiz. Men bu narsaga 99% o'ylayman. Ishga joylashasiz va o'sha ishlash joyingizda biz sizni qo'llab-quvvatlab turamiz. To есть qanaqa? Siz ishga joylashganingizdan keyin o'sha borgan joyingizda biz sizni 2 hafta qo'llab-quvvatlab turamiz. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, siz offline formatda kelib, bizdan maslahat olish mumkin. Ya'ni ishingiz haqida ma'lumot berasiz, gaplashayotgan joyda o'sha CRM degan narsa bor. Biz ishlaydigan programma, ular ham o'rgatiladi, HCSdan chiqibdi. Xullas, o'shanda siz suhbatlaringiz yozib olinadi, boya aytgan narsa. Ana o'sha suhbatlaringizni olib kelsangiz, o'tirib razbor qilamiz. Bundan tashqari siz onlayn o'qiydigan bo'lsangiz, xuddi boya aytgan narsani Telegram orqali suhbatlaringizni tashlab berasiz va bizni eshitib, qayerda xato gaplashyapsiz, qayerda noto'g'ri suhbat bo'lyapti, shu narsani to'g'rilab, to'g'ri tavsiyalarimizni ham berib, xudo xolisa ishingizga qarashaveramiz. Endi eng muhim bo'lgan narsalardan bittasi bu bizga qanaqa takliflar beramiz o'zi umuman. Birinchisi, boya aytib o'tganimdek 2 hafta davomida sizni o'qishni tugatganingizdan keyin ishga kirib, ish boshlaganingizdan keyin qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi, xudo xohlasa bizada 85% natija yig'gan odam, to есть qanaqa imtihon bo'ladi oxirsida. Shu imtihonda 85% dan yuqori natija ko'rsatgan har bitta o'quvchimizni biz ish bilan ta'minlaymiz, xudo xohlasa. To есть 85% natija ko'rsatgani biz sizga o'sha 3-4 ta vakansiya beramiz, taklif beramiz o'zimizning hamkorlik tomonidan. Bu yerda qanaqa gaplash kerak, nimaga e'tibor berish kerak, qancha oylik so'rash kerak, eng muhim joy qancha oylik so'rash kerak. Shu narsalargacha xudo xohlasa rezumelaringizni yozishgacha qarashaveramiz. Bo'lgani siz prosta kelib o'qing, harakat qiling, bo'ldi, xudo xohlasa kirib ketasiz bu yo'nalishga. Va bizani 3-taklif 3 oy davomida xudo xohlasa hech qanaqa foizsiz ustiga qo'shilgan qiymatlarsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Endi eng asosiy savol, narxlari o'zi necha pul? Narxlari ham bozorga qaraganda ancha arzon. Offline o'qish narximiz o'sha to'laqonli 1 oy o'qish va 2 hafta qo'llab-quvvatlash bilan 3.890.000 so'm va shu pulni boya aytib o'tganimdek 3 oyga ustiga hech qanaqa foizlarsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Yoki onlayn o'qishimizning narxi 3.490.000 so'm va buni ham xuddi shunaqa 3 oyga hech qanaqa ustiga foizlarsiz, qo'shimcha pensiyanasiz bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa hamma ma'lumotlarni sizga berdim. Yana nimadir savol qolsa, siz nimadir qidirsa kommentariyaga yozsangiz, harakat qilaman shaxsan o'zim kirib javob berishga. Endi oranglardan xudo xohlasa bu sohani o'rganaman, menga yoqdi, shu kasbga kelajagim quraman deydiganlar bo'lsa, pastda kommentariyada biz ilova qoldiramiz. Shu ilovaga kirasizlar, savollarga javob berib ro'yxatdan o'tsanglar, xudo xohlasa bizani sotuv menejerlar aloqaga chiqib, sizga hamma ma'lumotni berishdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizani kuzatinglar. YouTube'da xudo xohlasa foydali kontentlar bundan buyog'iga ko'payaveradi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, pastda kolokольчик bor, o'shani bosib qo'yasizlar, kuzatishga davom etinglar.